Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga bugungi dahshatli fojia sababli bir inson vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Buxoroda inson o'limi bilan bog'liq YTH sodir bo'ldi. Bu haqda kun.uz manbasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yo'l transport hodisasi kecha 30-aprel kuni soat 10:30 larda sodir bo'lgan. A380 G'uzor-Buxoro Nukus Beynay avtomobil yo'lining Romitan tumanidan hududidan o'tgan 256-kilometrda Aeolus mashinasi yuk avtomobili bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Aeolus haydovchisi 1967-yilda tug'ilgan I.M. voqea joyida vafot etgan. Mashinada bo'lgan 1971-yilda tug'ilgan Sh.P. ayol esa bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, ko'krak qafasi yumshoq to'qimalari lat yeyishi kabi tan jarohatlari bilan Romitan tumani tibbiy bo'limiga yotqizilgan. Avvalroq Qashqadaryoda 14 yoshli o'smir boshqaruvidagi Gentra yuk mashinasiga urilgani oqibatida 2 o'smir vafot etgandi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.